أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa Durusul Balagha namlıq yenidə balağat, fasahat sahasiga qadam olgan o'quvchilar uchun tayyorlangan bu kitobchaning biz ilmul badi' bobiga kelgan edik. Ilmul maani o'qib bo'ldik, ilmul bayon o'qib bo'ldik, ilmul badi' keldik. Ilmul badi'ni biz cho'ng jihatdan ikkiga bo'lgan bo'lib, bir xotima ikki qism bo'lgan bo'lib, birinchisi muhassinat ma'naviyya. Bununda 24 uslubni so'zlab o'tdik. Ya'ni ma'naviy cümleni ma'naviy güzelleştiruvchilar, ma'ni jihatdan güzelleştiruvchilar. Endi bugun so'zlaydiganimiz muhassinat lafziyya. Cümleni lafz jihatdan güzelleştiruvchilar. Ya'ni og'zaki, ya'ni lafzda bor, bu so'z lafzning o'zida bor. Ya beshida kelish, oyog'ida kelish, xopiya kelish degandek so'zniki shaklidan güzellik chiqadigan. Demak, asli ilm badi'ning aslisi shu. Aslisi nima? So'zniki badiiy shaklda kelgan gap, so'zni o'ziga qaraydigan bo'lsak, intayin bir badiiy. Nihoyat qamlashgan so'zlar, bir-biriga kelishgan, qamlashgan, xuddi oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandek so'zlarning bir-birisiga kelishi. Mana shu nima deb ataladi? Ilmul badi' deb ataladi. Ilmul badi'ning aslisi shu bo'lgan dars bilan muhassinat lafziyya. Ya'ni lafziy bo'lgan go'zallashtiruvchilar. Xo'sh. Birinchi endi bu muhassinat lafziyya ham 9 uslubga bo'linadi, 9 qismga yoki 9 uslub desak bo'ladi. Birinchi qismi tashabuhul atrof. Tashabuhul atrof. Endi tashabuhul atrof degan gap sizlar buniki ismini bilib biring, xuddi Isoq Bey, Bemizov deganda ism deb tushuninglar buni. Bu tarjimasini o'ylamay buni. Nimishqa? Atroflari o'xshash degan gap, tashabuhul atrof degan gap, atroflari o'xshash degan gap. Lekin sizlar buni ism alama deb tushuninglar. Tashabuhul atrof. Yani ismi cins deb tushuninglar. Uni keldi buniki ma'nosini masalan biz deb istiloh bo'yicha ma'nosi shu. Bizim lug'atga chiqqan ma'nodan bu tushunsangiz bo'lmaydi. Lug'at ma'nosini tushunsangiz bo'lmaydi. Buni istiloh ma'nosini tushunish kerak. Tashabuhul atrof degan nima desa, huwa ja'lu akhir jumlatin sadra taliha. Ya'ni bir jumlaning oxirini u cümleden keyin kelgan cümlenin 5 qilish. Nasrda endi. Bizda bir kalam bu nasrda ama nasrda. She'rda boshqa, nazmda boshqa, she'rda boshqa. Nasrda bir cümlenin oxirida kelgan so'zni ikkinchi cümlenin, birinchi cümlenin oxirida kelgan so'zni ikkinchi cümlenin 5'ida kelgan so'z qilish. Bu shunda ataladi tashabuhul atrof deb ataladi. Ma bu nasrdikisi. Endi جعلوا آخر بيت الصدر آخر بيت صدر ما يلي. Yani beyt yani şiirde, nazmda beytning oxirini ikkinchi beyt, ya'ni shu beytga yanlışib kelgan ikkinchi beytning 5'i qilish. Birinchi beytning oxirini ikkinchi beytning 5'i qilish. Mushunda ataladi tashabuhu al-atraf deb ataladi. Ki qavlihi ta'ala mesela Nasr'da deganimiz Alloh taolaning qavliga o'xshash oyatda fiha misbah. Onun da bir çırak var dedi. El misbahu fi zucaca. Benim fiha misbah deb, bir şey misbah degan cümlenin ahirima ikinci cümle onun yanlış kelgan ikinci cümlenin 5'i birinci cümleniki ahirgi söz o'zi keldi. Bu shu tashabuhul atrof. El misbahu fi zucaca. Yani bu çırak bir şişede deydi. Bunu keldim fi zucaca, zucacatun cümlenin ahirima onun kelgan cümle az-zucacatu ka'annaha kawkabun durri. Bu şişe xuddi bir parlaq, chaqnab turgan yulduzga o'xshaydi desa, bichadiki az-zujaja bu cümlenin 5'i olib keldi. İkinci cümle bunun 5'li cümledeki zujaja degan so'zni elib bu ma'noda 5 olib keldi. Zujaja degan so'z birinchi cümlede oxir so'z kelgan. Mushu uslub nima deb ataladi? Tashabuhul atrof deb ataladi. Endi she'rda, mana biz nasrdikisini o'qiyapmiz, mana nasrdiki. Endi she'rda, nazmda kelgan so'zlar shoirning qo'liga o'xshash. إذا نزل الحجاج أرضا مليضة تتبع أقصى دائها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. دب ليلى degan bir shoir. Buni Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafining haqida o'qigan ekan.
Haccac zalimde bir zalim o'tgan. Abdülmelik ibn Marwan zamanida. Ya'ni Abdülmelik ibn Marwan Umayyalarning xilofat davrida Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi deydigan intayin zolim bir odam o'tgan. Bu Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi buni o'zining eng cho'ng askar besh qo'mondoni oxirida eng cho'ng askar besh qilgan. Asli bu odatda bir normal odam, baliq tutadigan. Normal bir baliq tutadigan odam. Bu baliq tutadigan odam bir yerde balık tuttursa, şu Abdullah ibn Zübeyir radıyallahu anh'daki adamlar askerlerden birisi Taif'te. Taif'te bu adam. Sakif degen Taif'te. Şu askerlerden birisi gelip kamçıda birini vurdu iken. Kamçıda birini vurdu iken. Şunun şu açılganca balık tutturgan uqtışını taşlap şu kamçıda onu kallısı kelip ben Abdullah ben İbn Zübeyir sen kim degendikin İbn Zübeyir'nin edeme kuşunu degendikin asker degendikin şu Abdullah ibn Zübeyir'e öç oğanca bu. Aş böyle Abdülmelik ibn Marwan'daki kuluğa askerlikka kirdiken. Şunu askerlerini çekip asker olduk. Asker olup qattiq ixlosla ishlagandikan buni. Birinchi askerlik, ikkinchi asker ko'tarilib, oxirgi asker boshqalab, eng oxirida shu Abdülmelik ibn Marwan'ning shu eng birinchi darajalik askerga aylangan qo'mondonga. Ya'ni qanday bir yerda bir Abdülmelik ibn Marwan'ın karşı edem çıksa şunu Haccac ibn Yusuf'un konberse şu böyle planının kalısına bir kadar yapıyor. Her kanda yerde bir fitne pasat, her kanda yerde bir şu hilafetki karşı bir şunda bir mesele çıkıp kapsa böyle plan şu Haccac nevet ediken Haccac bizi öldürüp işte cimek durup dedikken. Bana muşu hakta bu Haccac ibn Yusuf Sakafi öldüren sahabe ve tabi'inlarınki nimesi yok, sani yok. Edessizcikten ötüyorlar bununki. Yani dedi ki bu siyaset babıdır bu ne deydi o? Naiti yakşı edip. Padişahlı damlaydı değil mi bunu? Siyaset babıdır. Yani şu yerde Leyla diyen bir şair Muşu Haccac'ın damlap, kanı damlanırken İza nezelel haccacu Haccac kacam erdan melidaten bir kisel zemin uçuşsa deydi. Kisel zemin degeni yani şu padişaha karşı, halifeye karşı damlığa fitne pasat bayağı güçse demekçi. Tetebba'a aqsa da'iha feşefaha. Şu ziminin kisilinin en çet yakısıgıcı iz qo'lab bilib feşefaha degan u kiselni davolaydi deydi. U kiselni davolaydi. Nima degan gap bu desa, ya'ni şu fitne pasatning aslida bu. Kim fitne pasatning beshi kim bo'lsa, beshini tepib, beshini yo'qotdi. Beshini yo'qotib o'tirib fitne pasatni yo'qotdi, saqaytdi deydi. Şefaha minedda'il udalillezî biha emde muşu zimindeki minedda'il udal degan gap yani da'iş şedid degan gap. Qattiq kasal. Muşu ziminga tushgan qattiq kasalni kim davolaydi desa, gulamun iza hazzal qanata saqaha. Shunda bir bala shunda bir bala davolaydi-ki, hazzal qanata degan gap, qanat degan rumh degan gap. Shuni neyzini shunda harakatlantirsa, saqaha degan gap neyzini sug'urdigan. Neyzini harakatlantirib bo'g'icha, bu sug'i tiqib so'qaganday qon bilan sug'urdigan. Yani qonxo'r demakchimdi. Bunda qonxo'r boladan birisi mush kasallikni davoladi. Degandikin neyzi shunday harakatlantirib bo'g'icha, neyzi bakaga harakatlanmaydigan odamni buni o'ldirdigan. Bunda qonxo'r boladan birisi bu kasallikni saqaytdi deb Hajjajni mida damlagan ekan. Hajjaj buningga g'ulamun deganni humam deb qo'ygan bo'lsangiz, g'ulam deganni siz g'ulam deguncha humam desangiz bir shijoatlik, botir palvon deb chiqsa deb degan ekan. Unga mukofot bergan ekan. Hamda Xudoyim qanday qilgan bo'lsa, oxiratda darajasini ko'rgandir. Xo'sh, ikkinchi uslub al-jinas. Ikkinchi uslub nima? Al-jinas. Jinas degan nima? Jinas degandiki bu cho'ng bir jinas degan adasi cho'ng bir narsa. Qur'oni Karimda yomonjoq chiqdi. Jinas deb chiqdi. Bu bir qancha tarmoqqa bo'linadi. Endi o'sha bilan jinas huwa jinas deganning isloh ma'nosi huwa tashabuhul lafzayn fil nutqi la fil ma'na. İki lafz, iki söz var. İki sözün nutq degan bunu talaffuz qilishda o'xshaydi. Og'zimizning chiqishida bu iki söz o'xshaydi degan ma'nosi o'xshamaydi. Og'zimizning chiqishida o'xshash chiqdi. Lekin ma'nosi o'xshamaydi. Endi mushu jinas degan, bunda og'zimizning chiqishida o'xshash, lekin ma'nosi o'xshamaydigan. So'z bir, ma'nosi boshqa. Og'zimizning chiqqanda o'xshash deyildi degan. Lekin ma'nosi o'xshamaydigan bu jinas yakun tamman. Bir tam va g'ayr tam. Tam ve gayru tamdi. Kamil cinas ve naqs cinas deb
ikkiga bo'linadi. Biri jinasut tam, yana bir jinasut naqs deb ikkiga bo'linadi. Fattammu madamda kamil jinas deganimiz qanday sana fattammu mattafaqat hurufuhu fil hay'ati wan naw'i wal adadi wat tartib. Endi kamil jinas deganimiz uning harflari, masalan, kul harflarining hay'ati. Hay'at degani nima? Formula, siga. Sigasi masalan fa daraba desek daraba hay'a. Şunun bir hay'a kamil. Hay'atidagi uning harflari hay'atdimi birdek va nav' turdimi birdek. Naw'isimi turdi harflerinin nev'isimi birdek ve adet harfinin sanımı birdek ve tertibi birdek bolsa. Anladın? Harf degende hayat var, ko'rinish var. Harfning hayati degende nima? Alif tik yazıladi, ha mana yazıladi, jim mana yazıladi, harfniki ko'rinishi, tamam? Nev'i degan tür desa, masalan, bir alif desek, alifning turi bir qancha turi var? Hamza. Alifni deymiz, hamza deymiz, ha? Hamza vasliye, hamza qat'iyye, hamda vav yoki yodni yetkazgan hamza deb birmuncha hamza bor. Shunda turlarida o'xshash bo'lsa, turimi o'xshash. Hay'atimi harfning ko'rinishi, hay'atimi o'xshash. Uni keyin adad, shu harfniki sonimi o'xshash va tartib. Daraba deb kelsa, daraba debki badara deb kelsa bo'lmaydi. Daraba o'xshash, tartibi o'xshash kelsa, buni deb ataladi va huwa mutamathilun in kana bayna lafzayn min naw'in wahid. Ya'ni agar u bir nav'idan bo'lgan ikki so'zning orasida bo'lsa, mushunda ish, mushunda yuqoridagidek mushu janasut tam, agar bir nav'idan bo'lgan ikki so'zning orasida bo'lsa, bir nav'i, bir turdan bo'lgan ikki so'zning orasida bo'lsa, nima deb ataladi? Mutamathil deb ataladi. Mutamathil. o'xshash degan mutamathil. Masalan, lam nalqa ghayraka insanan yulazu bihi fala barihta li'ayni ad-dahri insana. Biz haqida narsani misol bilan yaxshi tushunamiz. Endi gapni tushunadigan bo'lsangiz misol bilan tushunasizlar. Ya'ni bu yerda qolgan bo'lsangiz, biz sendan boshqa panohlangan bir insonni uchratmadik deydi. Yo, biz sendan boshqa panohlangan bir insonni uchratmadik, uni bir yo'laqmadik. Fala balihta li ayni dahri insana. Sen hala zamanның ko'zining insoni degan ko'z qarchiqsan, ko'z qarchiqsan. İnsan degan hadaqatul ayn. Ko'zni qarshi olma, ichidagi qara, buni inson deydi. Bu atul ayn deganni nima deydi o? İnsan. Anlab baqamsizlar? Ko'zning ichidagi qarshi inson deb ataladi. Demak, insonning o'zimi inson, bashar, inson. Ma inson demak o'xshash. İkincisi isim. Qalana hem ikincisi hamza insan, ikincisi hamza qat'i ba. Nun, sin, alif, nun. O'xshash. İnsan, insana. Harflerim o'xshash, tertibim o'xshash. Harflerinin türlerim o'xshash. İkincisi isim. Hamma joyda o'xshash keldi. Lekin ma'nosi o'xshamaydi o. Bundan janasut tamniki ichidagi nima ekan? Mutamathil ismligi. Mutamathil. Janasut tamning mutamasil deb atalgan turi. Xo'sh. Endi va mustawfan in kana min naw'ayn. Endi agar bu bir ibatki bir turdan bo'lgan, bir nav'idan, insona degan ikkisi bir nav'idan bo'lgan ism edi. Bir nav'idan bo'lgan ism edi. Endi bir nav'idan ikki nav'idan bo'lgan. Hammasi o'xshash. Lekin bu ismga qo'ygan so'z ikki so'z, ikki turdan. İkisi bir turdan emas. İnsan emas. İkisi bilak turdan bo'lib qolsa, unda mustawfa deb ataladi. İsmi nima? Mustawfa. Fadarihim ma dumta fi darihim ve ardihim ma dumta fi ardihim. Alabaqama. Miyadam da hazır. O'xshash, so'zdagi qurilishi o'xshash, hay'ati o'xshash, harflari o'xshash, shakli o'xshash, hammasi o'xshash, tartibi o'xshash, lekin turi o'xshash emas, nav o'xshamaydi. Ma birisi ism bo'lsa, birisi fi'il. Tushunammi? Birisi nav'isi nima desa fi'il, birisi nav'isi ism. Masalan, fadarihim ma dumta fi darihim. Yani ular bilan dara yudarini chiqqan birisi. Yani sen ular bilan mudara qilgan, yani madara qil, yani chiqishib o'tgan. Ular bilan chiqishib o'tgan ma'dum da fidarhim. Sen ularning ho'ylisida qo'yroq joyida tursang, dar ism. Ularning qo'yroq joyida turgan muddatcha ular bilan chiqishib o'tgan. Darhim degan ular bilan janjal qilma, so'qashma. Inoq ittifoq o'tgan degan. Va ardihim ma'dum da fi ardihim. Yani birinchi ardi amr. Yani ularni rozi qilgin, ma'dum da fi ardihim. Sen ularning zeminida tursang, ikinchisi ism. Sen ularning zeminida tursang, ularni rozi qil. O'ylab qo'yinglar.
فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. O'xshash. Lekin ma'ni boshqa. O'shunda o'tadigan vallah jinasut tamning mustawfa degan nusxasi. Mustawfa degan qismi. Xo'sh, va mutashabihun in kana bayna lafzayni ahaduhuma murakkabun wal akharu mufradun wattafaqa fil khat. Endi agar bu ikki so'zning orasida bayna lafzayni ahaduhuma murakkab degan ikki so'zning biri murakkab, yana biri mufrad bo'lgan ikki lafzning orasida bo'lsa, bu jinas tam ikki so'zning orasida biri murakkab, ikki so'zni tarkib topgan, yana biri mufrad, yolg'iz so'z. Vattafaqa bil khat degan yezilishda o'xshash. Hozir yezilishda birdek. Ammo birisi murakkab, birisi mufrad bo'lsa, nima ataladi? Mutashabih deb ataladi. Hamma joyda o'xshaydi, lekin birisi murakkab, birisi nima? Birisi mufrad. Bu mutashabih deb ataladi. Jinas tam mutashabih. Masalan, إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. شو anlama? Yani davet ki kaçan ki bir padişah zahibe degan gap, bunda bir hibini ilgisi olmasa, yani maliku hibe, maliku ata ihsan, soğuk salam, hediyenin ilgisi bulmasa, yani sana hediye bildiğin, pullarını verip durduğun bunda merhametlik padişah bulmasa, feda'hu anda padişahını taşlıp atkın. Fedevletehu zahibe degan gap, onun devleti yuqab ketsin. Sen anda padişahını terk etkin, devleti yuqab ketsin, devletini terk etkin. Yani sana hayır ihsan qilib turadigan, merhamet qilib turadigan padişah olmasa, bexil pixsi padişah olsa, uzanma ketkin, devletini qasından devleti yuqab ketsin deydi. Bir şey ki birinci zahibe. Murakkab. Za sahib degan ma'noda. Hiba degan hadiya degan ma'noda. Mas ikkinchi zahiba nima? Ism fa'il. Zahiba. Zaila degan gap. Tushundingmi? Ya'ni mushunda o'tilgan mutashabih deb ataladi. Jinas tamning mutashabih degan nusxasi. Ya'ni birisi murakkab, birinchi jinas avval murakkab, jinas naqis, jinas tani nima bo'lsa, mufrad bo'lsa. Va mafruqun in lam yattafiqa. Endi agar birdek bo'lmasa, yani birdek bo'lmasa degan gap ikkisi harflar birga yuqorida hamma jihatdan bir-biriga o'xshamasa, mafruq deb ataladi. Masalan, kullukum qad akhadha al-jama wa la jama lana, mallazi darra mudir al-jami law jama lana. Endi avval nimada halaqa illam yatafaqa degani to'xtalma halaqa. Qanday birdek bo'lmasa degani, beşikde hamma harf jihatdan emas, ya'ni shu mutashabihning o'zi xatda birdek bo'lsa deganda, xatda birdek bo'lsa. Ya'ni agar birdek bo'lsa, xatda yezilishda birdek bo'lsa, mutashabih deb ataladi. Agar yezilishda birdek bo'lmasa, shuning o'zi, ya'ni birinchisi mufrad, ikkinchisi murakkab, yoki birinchisi murakkab, ikkinchisi mufrad kelgani, yezilishda ayrilib tursa, xat qarabdan biladigan bo'lib qolsa, mafruq deb ataladi. Yani ayrılgıcı degan gap, yani xat qarab farqlantirsak, mafruq deb ataladi. Masalan, kullukum qad akhadal jama. Senin hammanglar jamni oldi. Jam degan gap sharobchidigan jam. Qacha, sharobchidigan qachini deydi. Bizda Uyg'urchada ham jam deydi. Yog'ochdan bo'lgan jam, sharobchidigan jam. Senin hammanglar jamni olib bo'ldi, vala jamalana, bizga jam yo'q. Mallazi darra mudiral jami. Bu jamning mudiriga, jamning boshlig'iga law jamalana. Bizga bir mujamala qilsa, ya'ni mujamala degan bizga bir yaxshilik qilsa degan. Bizga bir yaxshilik qilsa, nimiz zarur bor ekan, nimiz jam bo'ldi ekan. Sizlarga jam beribdi, Afg'onistonga jam beribdi, hammamizga jam beribdi, bizga jam bermabdi. Bu jamning boshlig'i jam bergan odam bizga bir sharab basini bo'ldi ekan, bir kasa sharab basini bo'ldi ekan. Bizga bir jam sharab basini bo'ldi ekan. Demakchi, bir shaydiki mesela hammamiz jama deb keldim ha, lekin oxirgi law jamalana. Ma'di xatda farqlanadi jama, birinchi jama lana. Bizning jamimiz yo'q deydi. İkincide law jamalana. Bak xatda ma'noda ulab yozilgan jamalanadi, ulab yozilgan fi'il. Beşikide jamelanadi, uzib yozilgan ism. Tushundingmi? Buni mafruq deydi. Va g'ayru tam. Endi demak, jinas tam qanchaga bilingan bo'ldi qarindoshlar? Jinas tam birinchisi mutamasil, ikincisi mustavfa, üçüncüsü muteşabih, dördüncüsü mefruq, beşincisi dördüncü mefruq. Daha qanchaga bilindi? 4 qism bilingan bo'ldi. Endi g'ayru tam.
Cinas gayrut tam. Cinas naqis deb qo'yamiz. Cinas naqis nima cinas naqis degan desa talafa fi wahid min al-arba'ati mutaqaddima. İlgi o'tgan 4 narsadan biri ixtilof bo'lsa. 4 narsa qaysi bo'ldi? Hay'at, ya'ni harfniki hay'ati, harfniki türi, adet, harfning soni, harfning tartibi. Bu 4 narsa biraz muxtalif bo'lib qolsa, ma cinas tamda muxtalif bo'lmaydi. Ammo ma cinas naqisda muxtalif bo'ladi. Shuning uchun birasi muxtalif bo'lib qolsa, cinas naqis bo'ladi. Ve huwa endi bu cinas naqis agar in ixtalafa lafzahu fi hay'atil huruf faqat. Buniki ikki lafz ham davomli cinas degan davomli ikki lafz, ikki so'z. Cinas degan davomli ikki so'z bo'ladi, yolg'iz bir so'z bo'lmaydi. Bu shu ikki so'zning harflariniki hay'atida nima yuz bergan bo'lsa, endi masalan buni faqat nima qilam harflarniki hay'ati bilan muxtalif o'xshamaydi. Bu yerda harfning hay'atiga qanday o'xshamaydi o'ylan. Harfning hay'ati degan qanday desa, men tushunsin. Jubbatul burdi junnatul bard. Jubbatul burdi junnatul bard. Mishada qaraydigan bo'lsanglar, men burd bard deganda harflar o'xshash. Harflarniki tartibi o'xshash, turi o'xshash. Soni o'xshash, faqat hay'at o'xshamaydi. Hay'at degan birinchisida damma bilan bu. Hay'at degani harakat deb tushunsan bo'ladi. Harakat deb tushun. Harflarning harakati deb tushunsan bo'ladi. Birinchisi burd, ikkinchisi bard. Burd desa ton. İkincisi bard soğuk degan gap. Jubbatul burd degan gap yana ton chapan junnatul bard soğukning qalqini. Ton chapan soğukning qalqini degan bo'ladi so'qni. Mishadiki burd bardda hay'at o'xshamaslik kelib chiqdi. Bunda degan gayrut tam cinas, gayrut tam yak cinas naqis muharraf deb ataladi. Muharraf ismini bilgan, ismi muharraf deb ataladi. İkincisi mutarraf. Mutarraf degan nima desanglar, mutarraf degan agar harflarning soni ekspert bo'lsa, harflarning soni o'xshamasa. Birinchi janos bilan ikkinchi janosningki harfining soni o'xshamasa, bir harf jiq, bir harf kam bo'lsa, mutarraf deb ataladi. Va kanatiz ziyadatu awwalan. Ziyada avvalda bo'lsa, birinchi janosniki harf ziyada bo'lib qolsa, mutarraf deyiladi. Masalan, in kana firaquna ma'as subhi bada la asfara ba'da zaka subhun abada. Bishada Musa şair dedi ki, agar bizning firaqimiz, ayrılışımız bu tong etish bilan birga oshkor bo'lgan bo'lsa, zahara la asfara ba'da zaka, ashundan keyin tong atmasin. La asfara ba'da zalika subhun abada degan, ashundan keyin abad tong atmasin, tong oqamasin deydi. Bishadiki bada abada degan shoir. Birinchisida bada, ikkinchisida abada. Miyadagi ziyada nima bo'ldi? Abada. Elifte hemzede bo'ldi, hemzede ziyada bo'ldi. Endi miyadagi bu ziyada bo'lgan narsa avvalda bo'lsa degani bada abada bundan sifatida emas, shu so'zning bada ikki so'zniki abada degan so'zni ziyada shunama hamza 5 dikadi. Ziyada 5 da. Shunama abada da hamza 5 dikadi. Shu so'zning 5 da degan gap. Yani aşçıda. Ziyada baş telifede degan bu şu. Şu mutarraf deydi. Xo'sh, endi ikkinchisi muzayyal. Muzayyal degan nima desa, muzayyal degan quruq degan gap. Quruq degan, ziyada quruq degan gap o'zini chiqib turadi. Va in kanat ziyadatu akhiran. Ya'ni agar harflarning soni o'xshamasa, birinchi, ikki janasini o'tirdiki, harfning soni o'xshamasa, ikki so'zni o'tirishdiki. Undan keyin bu ziyada bo'lgan harf oxirda bo'lsa, shu so'zning oxirida bo'lsa, 5da emas. Masalan, yamudduna min aydin awasin awasimi tasulu bi asyafin qawadin qawadibi. Degan o'sha masalan. O'sha maşallah. Yamudduna min aydin awasin awasimi. Ular shunda bir qo'llarini suzudiki avasin. Bu qo'llar avasi degan gap asiyatning ko'p shakli. Asi. Ya'ni asi asa degan gap, ya'ni darabahu bil asa. Darabahu bil asa chiqqan. Ya'ni hasi bilan uradigan degan gap. Miyadagi hasi bilan uradigan, miyadagi hasi bilan emas, qilich bilan uradigan ma'nodamiz ham. Chunki keyingi qilich degan gap chiqqandan keyin, ya'ni ularning qilich bilan uradigan
Avasimi degan gap asimunning ko'pchi asama, ya'ni asimatun. Bu qilich bilan uradigan va ilgilarini boshqa dushmanlarniki nimasidan xatardan zarardan saqlaydigan qo'llarini suzadi. Va qo'lni sifatlaydi. Aydin ya qo'lni avasin. Birinchi qilich bilan azulan uradigan qo'l deyotdi. İkincisi avasim, ya'ni igisini qo'daydigan qo'l. Mujda qo'llarini suzadi. Tasulu bi asyafin qawadin qawadibi. Tasulu degan gap sala yasulun chiqqan, ya'ni hajama degan gap. Hajama bi shidda. Qattiq hujum qildi degan gap. Bi asyafin tasulu degan halmiyada, ya'ni hala kavnihi ashu qo'llarning bi asyafin qawadin degan gap, qadiyah degan gap. Bi asyafin qadiyatin qawadib degan qadaba degan gap, ya'ni qata'a degan gap. Yani intayin keskin qilishlar bilan, o'tkir qilishlar bilan hukm qilgan holda hujum qilgan holatida. Ya'ni ular shunda qo'llarini suzadiki, bu qo'llar qilich bilan uradigan, igisini boshqalar dushmanning xatidan saqlab qoladigan qo'llarini suzadi. Qanday holatda suzadi desa, ya'ni o'tkir, shunda chiltib bo'g'ich kesib o'tgan o'tkir qilishlar bilan dushmaniga hukm qiladigan o'tkir keskin qilishlar bilan hujum qilgan holatida suzadi deydi. Mana mishada bizga endi shohid nada desanglar, miyadagi ziyoda avasin deganda qancha harf bor? Ayn, vav, alif, sad, 4 harf bor. Avasimi deganda cho mim ziyoda bo'ldi. Demak, o'sha avasim degan xatda ziyoda nagi qitildi? Ziyoda oxirdimi? Mim. Avasim degan so'zning oxiri qitildi. Abadan deganda beshi qitilmay oxiri qitildi. Shu bunda ataldi, muzayyal deb ataladi. Mishadagi qawadin, qawadibi degan o'xshash. Qawadin degan qodiya. Qawadinning keyingi qawadi bi. Ba qo'shildi. Bu oxiri qo'shildi. Nima deb ataldi? Muzayyal. Bu jinas naqis muzayyal deb ataladi. Xo'sh. Endi üçüncüsü bunun mudari. Mudari deb ataladi. Mudari degan qanday desanglar, agar mudari deganda qanday? Mudari degan o'xshashquchi degan gap. Mudari degan o'xshashquchi. Qanday o'xshaydi desa, in ixtalafa fi harfayni ghayra mutaba'idil makhraj. Ya'ni harf muxtalif. Ya'ni harf muxtalif zodi, lekin muxtalif bo'lgan harf makhraji yaraq emas. Tushunamizmi? Muxtalif bo'lgan ikki harfning makhraj, og'zimizdan chiqargan makhraji harflardan chiqargan o'rni yaraq emas. O'rni makhraji yaqin bo'lgan yerdan chiqsa, bu mudari deb ataladi. Ya'ni makhraji o'xshaydigan degan sababdan. Jinas naqis mudari deb ataladi. Masalan, yanhauna va yan'auna. Qur'onda yanhauna deb chiqadi. Bijadagi yan'auna deb kelgani nima deb ataladi shu? Jinas naqis deymiz. Lekin nima? Jinas naqis mudari deymiz. Nima uchun? Chunki ha bilan ha harf bilan nima? Hamza, yan'auna di hamza. Ha bilan hamzaniki makhraji yaqin. Ikkinchisi hurful halq. Ha hamza, ha a. İkincisi qalın chiqadigan gal harflaridan. Xo'sh, endi va lahiqun intaba'ada. Agar ya'ni harflar ishkal muxtalif bo'lgan ishkalniki makhraji yiroqlab qolsa, bir harf farqi bir yer chiqadigan harf emas, balki birisi kindikdan, galdan yana birisi tomoqdan degandek o'rnlar o'xshamaydigan harf yerdan chiqib qolgan bo'lsa, bunda ataladi lahiq deb ataladi. Nima? Jinasun naqs lahiq. Masalan, ve innehu ala zalika leşehid ve innehu li hubbil hayri leşedid. Öyle bakana leşedid. Ha bilan dalni makhraji yaqin emas. Ha degan hurful halq, dal degan tildan chiqadigan harflar. Hurful lisan. Xo'sh, endi ve janasu qalbin. Biz janas qalb. Jinas bir jinas tam, jinas naqs bo'lma. Yeni bir jinas var. Jinas qalb deydigan. Jinas qalb. Jinas qalb degan gap ta'til jinas degan gap. Yani in ixtilafa fi tertibil huruf faqat. Faqat harflarning tartibi degan ham muxtalif bo'lsa, 3 harf bor masalan. Masalan, ba'ara. Ba'ra degandek. Bara'a degandek kelsa. Ba'ra degandek kelsa, buni ataladi shu jinas qalb deb ataladi. Masalan, kanil va lin. Nil va lin. Ve saq qas degandek ikki so'z kelib, ikki so'z aqmoq kelib, endi faqat 3 harf masalan, 3 harfdan faqat tartib olmasin deb atadigan jinas qalb deb ataladi. Xo'sh, endi bu muhassinat lafziyaning 3-chi uslubi at-tasdir. At-tasdir. Tasdir degan bir narsani 5 qilish degan gap. Bir narsani
Bir narsenin başı, oldu kılışın gibi. Ve yusamma reddul aczi ala sadr. Yani ayağını başka kaytırış. Başını kalını parçaklı kallı kılış. Ahırını başını ahır kılış diye yapardı. Reddul aczi ala sadr. Yani kuyruğunu başına kaytırış deydi. Huve en bu tesdir nesirde kandak budu dese en yuc'ale ahadul lafzaynil mukarrareyn yani tekrar keltirgen iki lafzının biri tekrar keltirgen iki lafzının biri yoki mutacanis degan hamjins bo'lgan iki lafzının biri yoki mulhaqayni bihima yoki o'sha hamjins bo'lgan iki lafziga qo'shib etilgan so'zning biri bi'an jama'aha ishtiqoq masalan qanday qilib qo'shib etildi desa masalan bu yoki bu ikki so'zni hamjins bo'lgan ikki so'zni bir ishtiqoq jamlagan ikkisi bir yıldızdan çıkan, bir meslerden çıkan iki söz. Ya ki şubhuhu fi evveli fakra diyen şubhuhu ya ki şu birini bir oşap kalıdı. Xuddi bir meslerden çıkan sözü oşap kalıdığan. Bunda söz ne? Demek kılış fi evveli fakra. Birinci fakrada kılış. İki sözün birine fi evveli fakra. Ayet ki ey yuc'ale ahadul lafzaynil mukarrareyn. Yapılan hemimiz gelip fi evveli fakra. Yani birinci bölekte. Bizde şiir yani sözlerde bir abzas bölek buludu. Birinci bölekte kılış. Ve thani fi ahiriha. İkincisine tekrar getiriyor ikinci lafzını ahırda kılış. Birinci ne? Birinci bölekte kılış. İkincisi de ahırda kılış. Muşun da batılıdı o. Tesdir de batılıdı. Tesdir. Şöyle olma. Yani iki tane söz var bir cümlede. İki söz. O mokşar. Yani bu ya bu mokşar tekrar gelen söz. Ya ki mutacanis degan cinsi bir. İkisinden cinsi bir söz. Ya ki şu cins qo'shib etilgan. Ashun cins qo'shib etilgan nima sababdan? Ya ishtiqoqi bir. Masalan, daraba, daribun deganday. Yoki shuning o'xshab qoladi. Masalan, ishtiqoq kabir degandek masalan, ishtiqoq kubbar, kabir ishtiqoq sag'ir deb necha bo'ldi masalan. Shunday kelib qolgan. Bizda qarasak bir so'zdek ko'rinadi ko'zimizga, bir manbadek. Amminatni qarasak bir manba emas. Söz o'xshaydi, ma'nosi boshqa. Mo'yinda kelgan so'zni birinchi baytga 5'ini kelib birinchisiga. İkinci cümlenin oxiriga shuni akilish, yeni bir akilish. Masalan, Alloh taolaning qavliga o'xshash va taxshan nasa vallohu ahqqu an taxsha. Sen kishilarni qo'rqsan, Alloh qo'rqishingga eng haqli deganda taxsha keldi. Va taxshan nasa bir cümle 5'i keldi. Unga muşunun o'zi taxshahu deb oyatning oxiriga keldi. Şunu anlamam muşunda atıldı et-tasdir. Muşu et-tasdir deb atıldı. Xo'sh, va qavluka masalan. Ve senin bu sözün mesela. Sailul laimi yerci'u ve dem'uhu sailun. Yani peskeş, eblaq adamlardan bir narsa so'ragan adam yerci'u degan ve dem'uhu sail. Ko'zdan yosh oqqan holda qaytadi. Masalan, eblaq, tigi peskeş adamlardan bir narsa so'ragan bo'lsa, pul bersangiz, hojatini ro'snab so'ragan adam qanday qaytadi? Ko'zdan yosh yig'lab qaytadi deydi. Xo'sh, bu yerdagi birinchi sail nima ma'noda qarindoshlar? So'rash degan ma'noda. Tilash degan ma'noda. İkinci sail çoğu ko'zdan yosh eqish degan ma'noda. Endi mushu sailul laim yarji'u va dam'uhu sail deganda mushu at-tasdir degan gap. Tushunarmi? Tasdir mushu. Birinchi sail 5'li jumla 5'li qilindi. İkinci sail jumla oxirida qilindi. Mushu at-tasdir. Xo'sh, endi al-awwal min as-sual, birinchi savoldan chiqqan, ikkinchisi sayalan eqishdan chiqqan edi. Va nahu masala Allohga qilishas istagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Endi mavu qazning misali, mavu masalan istagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Bir manbadan chiqqan, mushtaq. Buniki mushtaqqatsi bir masdardan yerib chiqqan. Istig'for. Istagfiru robbakum degan bu g'affar degan bu asli bir mag'firat degan masdardan chiqqan. Ikkinchisi mag'firat, tushunarmi? Mushunda batıldı bu mu? At-tasdir batıldı. Estağfiru rabbakum innehu kana ghaffara degan. Ve nahu mesela qala inni li'amalikum minal qalin. Ama qala mesela Lut aleyhisselam inni li'amalikum minal qalin. Men hakikaten sizlarning amalinglarni minal qalin deb minal bag'idin. Yani men yaman ko'raman minal karihin. Men sizlarning amallarni yaman ko'ruvchilardan deydi bu yerda. Qalanmiz qala qalin degandiki biz o'ylaymiz shunda qarshimizda
bu mədik ikinci qalin, şu beşlik qalələrin çıxaq oxşaydı o. Məmməd güçlərində bu şu diş qavılın çıxaq oxşaydı deyib oylasaq, oxşaydı o. Qala qalin. Lakin əməliyyatı çox mədik birincisi ama qala qavılın çıxan. Ma ikincisi qali qalin qali. Qali degan gap masalan ma vadda'aka rabbuka ve ma qala yani qala. Seni düşman tutmadı, abgadak ma abgadak degan ma'noda. Demek ma o mulhaq. Nimaga ham bir masdardan chiqqan fe'l qo'shib o'tilgan qatorda, qo'shib o'tiladi. O'xshab qolganlik shuni. Bo'lmasa undan emas. Xo'sh, endi va fin nazm, endi ma nasr deganda bir odam nazm baytlarda, nazmlarda bundaq bo'ladi. Ay yakuna ahaduhuma fi akhiril bayt. U ikkisining biri baytning oxirida bo'ladi. Val akhar yana biri fi sadril misra'il awwal. Degan birinchi misraning beshida bo'ladi. Ya u ba'da yoki birinchi misraning kin bo'ladi. Masalan, şairning qo'liga o'xshash Sari'un ila ibnil ammi yaltimu wajhahu ve laysa ila da'in nada bi sari'i. Mana bazı birinci misraniki 5'de bo'ldi. Sari'un degan birinchi misraning 5'de Sari'un deb keldi. İkinci misraning oxirida bi sari'i deb keldi. Ya'ni deydiki Sari'un ila ibnil ammi yaltimu wajhahu. Tağamning o'g'liga yuziga qacha sog'il adas oldiraydi. Bu odam shunday bir faskash odamki, shunda tağamning o'g'li shunda ochilgadi bo'g'chi inikiga yuziga sog'il yuguradi. Ve leyse ila da'in nada bi sari'i degan gap. Ya'ni karamga, nada degan gap karam. Saxovatga, mardlikka chaqiruvchiga qat'iy aldirmaydi. Bir odam hoy bir xayr saxovat qiling deb kelsa, uning qat'iy tiz emas, undamaydi, aldirmaydi. Lekin shunda bekim ochiqlik qilsa, da'u o'g'li, qulini aytdi tiz. Qulini aytdi o'g'li tiz, yaxshilik qilgani tiz emas. Bu quli elini o'g'li Alloh azza va jalla tiz, lekin yaxshilik qilgani, xayr saxovat qilgani qat'iy tiz emas deydi. Mishadiki sari'un bi sari'i degan qoidaga bo'lsanglar, mushunda batilgan, mushu nazmdagi tasdir deb ataladi. Xo'sh, va qawluhu masalan va qawlihi shoirning tamatta' min shamimi arari najdin fama ba'da al-ashiyati min arari. Yani sen arar najd degan gap yani samba gul. Najd unilgan riyozdagi unilgan bir serap qullab ekan. Yo ya degan butun yani yeb oladigan, lekin pachiq yo'q. Bunda bir serap unilgan gullardi. Mesela yollarda ko'rsalayna. Yollar qilib ba'zi chog'da. Biz pak kichik gullarmiz. Yani serap qizil bo'ladi. Yollarni itib oladigan serap samba deb qo'yamiz biz. Bunda serap gullar. Bunun ismini arar najd deydi. Arar najd demek serap gullar yani. Şu serap gullarni purulib manfaatini bilan, tavuzu ele bilan. Fama ba'dal ashiyati min arar. Xudo ma keçtin keyin arar yo'q. Yani biz küçük kitimiz bir yerden. Bu gullarni bir yerning gullarini abdan purab ko'zingizga sug'eling, purveling. Biz keşfetgendagi safar kitimiz bir yerden. Bu gullar qolmaydi deydi. Mishadagi maqsad nima? Arar degan so'z. Tamatta min shamimi arari najdin arar deb keldi. Fama ba'dal ashiyati min arari deb o'xshash keldi. Mushunda deb atalgan at-tasdir. Yani at-tasdir xo'sh. Endi 4-chi nusxasi muassinat lafziyaning 4-chisi as-saja. As-saja degan qafiya degan qafiya. Qafiya degani bilasizmi o? Yani mesela şiirda, nasrda birincisi ikincisi udumluluk ediş. Ve tevafuq saja degani nima desa, tevafuqul fasilatayni nasran fil harfil akhiri. Yani nasrda ikki fasilning muvofiq kelishi fil oxirgi harfida. Mesela nasrda ikki jumla dedik bak, ikki jumla söz. İki cümle sözünün mesela birinci cümlesinin ahırsı mı mesela dostlar. İkinci cümle ahırsı mı dostlar. Mesela re. Okşaş re harf bilen ahırlası mesela. Muşunda atıldı, seca da atıldı. Seca degan nima bo'ldi ekan? Qarindoshlarda da nasr da bo'ladi. Vazn degan cho'ng vazn she'r da bo'ladi. Vazn she'r da bo'ladi. Seca nima da bo'ladi? Nasr da bo'ladi. O'xshash narsa, o'xshash. Ve huwa thalathatu anwa'. Bu üç türlük buludu. Biri mutarraf. Yani biri mutarraf. Yani in ihtelafetil fasilatani fil vazn. Yani vazindeki iki fasil muhtelif bulup kalsa. Mesela yani nesrinin vaznideki iki fasil muhtelif bulup kalsa ne batılıdı kardeşim o? Mutarraf da batılıdı. Mesela el insanu bi adabih la bi zeyyihi ve thiyabih. Müşahedeki el insanu bi adabih.
La bizeyhi ve thiyab. İnsan degan adab axloq bilan inson bo'ladi. O'zining kiyim kichik bilan emas. Tashqi ko'rinishi kiyim kichik bilan emas deganda adabihi deganniki adabihi deganning vazniga thiyabihi deganning vazni tushmaydi. Anladingmi? Adabihi adab thiyab. Adab thiyab. Adab degan faal, thiyab degan chu fi'al. Boshqa vazn tushmaydi, boshqa. Endi ikkinchisi mutavazin degan qanday desang mutavazin in ittafaqata fi. Agar vazndagi nasrdagi ikki jumlaniki oxirdagi harfini oxirdagi so'ziniki nimasi vazni udlu kelsa, vazni birdek kelsa bu mutavazin deb ataladi. Masalan, al mar'u bi ilmihi va adabihi la bi hasabihi va nasabihi. Bu yerda vazn bilan kelgan. İnsan o'zining ilmi va adabi bilan inson bo'ladi. O'ziniki hasab degan gap o'ziniki hasab, ya'ni shon shuhrati va nasib bilan emas. İnson o'zining shon shuhrati nasib bilan emas, balki ilmi adabi bilan inson bo'ladi. Ya'ni adab, nasab, adaban, nasaban, faal vazn bilan bo'ldi. Bu mutavazzi deb ataladi. Murassa, uchinchisi murassa deb ataladi. Saja'ning uchinchisi murassa. Murassa degan in ittafaqat alfazul faqratayn. Ya'ni bu ikki abzas, ya'ni ikki bo'lakning so'zlari birdek bo'lsa, aw aktharuha fil vazn va taqfiya, yoki ikki abzas, yoki ikki bo'lakning so'zlarining ko'pragi vaznda va qofiylikda, taqfiya degan qofiylikda, vaznda birdek bo'lsa murassa deb ataladi. Saja' murassa. Masalan, yatba'ul asja'a bi jawahiri lafzihi ve yaqra'ul asma'a bi zawajili wa'zihi desa maşallah. Bu degan murassa degan gap tarsi', ya'ni uzukka tash qo'yganni, uzukka ko'z qo'yganni bir tarsi' deydi. Uzukka yaqut qo'yish, ko'z qo'yish deganlarni ataladi tarsi' deydi. Xuddi oltin uzukka yaqut ko'z qo'yganda qamlashtirish degan ma'no murassa degan gap. Saja murassa degan gap oltin uzukka yaqut ko'z qo'yilgandek qamlashgan qofiya deydi. Ya'ni yatba'ul asja'a bi jawahiri lafzihi. O'zining xuddi bi jawahir lafzihi demaydi-ki, qandasan asl bi lafzihi kal jawhar degan bo'ldi. Ya'ni o'zining xuddi javharga, ya'ni go'harga o'xshaydigan lafzlar bilan qofiyalarni yatba'u degan gap itidu. Qofiyalarni qo'yib ishlab chiqaradi. Va yaqra'ul asma'a bi zawajili wa'zi. O'zining endi bu ma'nodagi bi zawajili wa'zi degan asli wa'zihi zajir degan bo'ldi. Wa'zi zajir. O'zining kishilarni yaxshi yomonlikdan tusab turadigan vaz nasihatlari bilan quloqlarni chikidi deydi. Mishadiki qaydagan bo'lsanglar hamma jihat udul kelgan. Yatba'ul asja'a, yaqra'ul asma'a bi jawahiri, bi zawajili, lafzihi wa'zihi. Bunda udul kelgan mana tushunammi? Buni nima deydigan saja' murassa. Xo'sh, 5-inchisi ma la yastahilu bil inqiyasi bil in'ikasi ve yusamma al-qalb. 5-incisi ma la yastahil degan ma la yataghayyar degan bo'ldi. 5-incisi in'ikas. Yani ta'til qilish bilan so'z o'zgarib ketmaydi. Bir gap deysizlar. Buni ta'til desanglar, aks desanglar, o'xshash chiqadina. Yani ma la yataghayyar bil aks degan ma'no. Yani ta'til qilish bilan, ta'til so'zlash bilan o'zgarib ketmaydigan so'z. Ve yusamma bu qalb deb ataladi. Qalb deb ataladi. Yani ta'til o'lish degan. Huwa bunda degani huwa kawnul lafzi yuqra'u tardan va aksan. Bu bo'lsa bir so'zning tard va aks degan bir so'zni boshdan oxiriga o'qish va aks degan joy oxiridan beshga o'qish. Bir so'z beshdan oxiriga o'qilsa-mu o'xshash. Oxiridan beshga o'qilsa-mu o'xshash. Masalan, kun kama amkanaka. Kun kama amkanaka desa nechada? Ya'ni o'ylab kun kama amkanaka. Endi tartib qilganlar, ya'ni kun kama amkanaka. Kun kama amkanaka degan so'zni boshni o'qsanglar kun kama amkanaka bo'ladi. Oxirini o'qsanglar o'xshash. Kun kama amkanaka. O'xshash. Shunaqmi? Diqqat qilsang bo'ldi. Qallanib ishlasang bo'ldi. Boshni o'qsanglar kun kama amkanaka, oxirini o'qsanglar kun kama amkanaka. Qur'on Karimdagi va rabbaka fakabbir. Va rabbaka fakabbir demakki, voni demak do'stlar, rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Tartib oyat o'qsanglar rabbaka fakabbir. Boshni o'qsanglar rabbaka fakabbir. Matayat o'ndan boshlab o'qsanglar rabbaka fakabbir, soldan boshlab o'qsanglar rabbaka fakabbir. O'xshash. Buni nima ataladi? Qalb deb ataladi. Tushunammi? 6-inchisi al-aks.
Aks yani muhassinat lafzi yana altıncısı aks. Aks dediğimiz huve yuqaddeme cüz'un fil kelam ala ahar thumma yu'kes. Yani aks dediğimiz kalamның bir parçası ilgili kılındı. Yani bilge. Kalamның bir parçası yani bilge ilgili kılındı. Andikin ta'tir kılındı. Ta'tir. Mesela nahu kavlisinin kavlu mokşaş. Kavlul imam da pılap. Kavlul imam da pılap. Ya da kavul aldı gelgen. İmam kendi kavlu mudaf. İmam mudaf ile. Onu kendi müddet eks kılıp ta'tir kılıp imamul kavul diş. Kavlul imam imamul kavul. Yani imamul mudaf al kavlul mudaf ile diş. Ma o eks de batılıdı. Hurrul kelam kelamul hur. Yani hurrul kelam dese sözünün azıtı. Kelamul azatının sözü diyen bu. O şaşkı. Yettinzi et-teşri'. Teşri' diyen huvel bina'ul beyti ala kafiyeteyni bihaythu iza asqata ba'dahu kana'l baqi şi'ran mufiden. Hem et-teşri' de bir bağımda bunun. Muhassinat lafziyanı yettincisi et-teşri'. Teşri' diyenimiz yani beytini işki kafiye. İşki kafiyelik beytin beni bina kılış. İşki kafiyesi var. Beytte her bir mısrada işki kafiye var. İşki kafiye. Bihaythu yani şu derecedeki İza asqata ba'dahu yani aş kafiyenin bazısını yani kafiyenin birini sakıtıp düşürürse kanal baqi şi'ran mufiden. Kalan kısmı yine faydalı şiir bulap kırıyordu. Mesela şairin konu okşaş. Ya eyyuhel melikullezî ammel vera ma fil kirami lehu nazirun yanzuru lev kâne misleke âhirun fi asrina ma kâne fid dünya fakirun mu'sirun. Yani ey padişah-ı alem. Yani halka am boğan padişah-ı alem. Mafil kirami lehu. Yani sahavette bu padişaha nezirun yanduru. Bu padişahı okuşçalarından bir okuşu yok. Sahavette bu padişahı okuşçalarından hiçbir okuşu yok. Lev kâne misleke âhirun fi asrina. Âhirun olsun. Lev kâne misleke âhirun fi asrina. Eğer bizim bu zamanımızda sendekten yeni bir boğan olsa mâ kâne fid dünya fakirun mu'siru. Dünyada kıyıcılık kalan bir adamın pek kalmayan bulat değil. Bunda damlayan gibi. Fe innehu yasihhu hem bu şu. Muşu şiir yasihhu en tuhzefe avahiru şuturul erba'a. Muşu töt kurnan, muşu töt kata, töt kurnan ahir yerime. Muşu töt kurnan, töt mısranın ahir yerime hazır kılınışı caiz. Mesela ve yapka kağın kaldı mesela. Birincisi ya eyyuhel melikullezî emmel veradin ya eyyuhel melikullezî emmel veradin vattık. Mümkündün ma fil kirami lehu nazirun yandurudun yandurun vattık. Ma fil kirami lehu nazir. Mümkündün lev kâne misluke آخر في أسرنا vattık. Lev kâne misluke âkharun mümkündün ma kâne fid dünya fakirun ma kâne fid dünya fakirun mu'sirun vattık. Ma kâne fid dünya fakir. Yani خلي بعد شعر بظلمي طلق أقصد يا أيها الملك الذي ما في الكرام له نظير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. هنا قبل شغل جولة كده. سكز مسألة المواربة. سكز مسألة المواربة. مواربة دي أن ما تسمع أصلا مواربة دي إيه بتنشقن حاجات دي مثلا. لكن مواربة دي أن هي أن يجعل المتكلم كلامه متكلم üzünün ki sözlü gücü üzün sözüne bihaythu yumkinu en yughayyira ma'nahu bi tahrifin ev teshifin ev gayrihima. Yani bir harfni özgertip işlen. Bir şunu falan gapini özgertip ettiradigan mazmunda deyiş. Mutakallim so'zlaganda so'zini shundan bir harfni o'zgartirib qo'ysa ma'no o'zgarib ketadigan shaklda deyish nima ish qilsa liyaslama minal muakhada degan jazodan ishdan so'roq tortilib qilishdan salomat qilishdan agar bir odam gapni desa bu gapi navodatga keyin taqsirga chiqib podshohning urib qolgan chog'da nima deb shuni gapini bir harfni o'zgartiribdilar man unda demagan bunda degan deb turib oladigan shaklda qilish masalan Abi Nuvosning qavliga o'xshash لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة etken. Harun Reşit'niki dedi ki Halise'niki nime getirip Harun Reşit'in adı da bunda şu etken. لقد ضاع شعري من şiirim على بابكم sizin şiktiyonu da zaya olup gitti. Kema ضاع عقد على خالصة. Ma Halise degan dedekniki boynu kısagan bolopka marjan zaya ketgende ma şunda bir dedekke şunda uzma bolokun sakapsızlar. Xuddi shunday. Mening not she'rim
sizin adınızı baka ketdi, zaya ketdi deb bir şey o'qitgan bir shoir. Shuning bilan falamma ankara alayhi Rashid, Harun Rashid bu shoirning she'ri nima bo'ldi, nima qildi desa deb inkor qilgan vaqtida qala o shoir gapini o'zgartirsam lam aqul illa man faqat bunda dedi. Men faqat bunda dedim deb turibdi. Qanday deb o'zgartib faqat bir harf o'zgartmashadi. Laqad da'a deb da'a degan aynni hamza o'zgartib laqad da'a shi'ri ala babikum kama da'a iqdun ala khalisa. Ya'ni mening she'rim sizning eshik yo'lingda yurib ketdi. Da'a desa yurib ketdi. Xuddi Xolisa degan dedekniki bo'yniga solgan bo'libkisi bilan bo'lib yurib ketibdi. Ya'ni Xolisaga bu bo'libki oltin uziga yo'q ko'zga qo'ygandek yarishibdi. Xuddi shuningdek mening she'rim sizniki eshik yo'lida yurib ketdi. Mening she'rim yurib emasdi. Sizning oldingizda o'qib bu she'rim rasmiy mashhur bo'lib ketdi deb gapni o'zib ta'disiga faqat bir harf o'tkab da'a deganni da'a o'tkab bilan o'zgartirdi. Mana mushuni deb ataladi qardoshlar. Muvaraba deb ataladi. 9-si i'tilaful lafzi ma'al lafz. Lafzning lafz bilan moslashishi. Biz endi muhassanat ma'naviyada lafzning ma'ni bilan moslashishi deganda, endi bu yerda lafzning lafz bilan moslashishi muhassanat lafzining 9-si. Qanday bo'lsa, huwa kawnu alfazil ibarati min wadin wahidin fil gharabati va ta'ahhul. Ya'ni mushu so'zlarniki iboralarning so'zlari, ibaralar so'zlarniki bir vodidan bo'lishi, bir jilg'idan, g'ayriblikda, g'ayriblikda, ajoyiblikda va ta'ahhul degan layoqatda bir vodidan bo'lsa, bir turdan bo'lsa, mushu lafz bilan moslashgan bo'ladi. Masalan, Alloh taolaning qavliga o'xshash. Tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Bir şeyga qaraydigan bo'lsanglar, tallahi. Tallahi degan ta harfi qasam. Qasam harfining ichidagi eng g'arib tallahi ta. Harfi ta ajoyib g'arib bo'lgan bir qasam harfi nima? Tallahi deb kelgandan keyin o g'arib bo'lgan qasam harfiga taftau degan masalan ma zala ma bariha man fakka degan nima fi'lul istimrar bayna davomlashtirishni bildirgan fi'llar bor nima? Af'al naqs va af'al naqs kana degan chiqqan ma zala ma bariha man fakka hamması davomliq bo'ldi degan ma'noda. Endi o'sha ichidagi tafta ma fati'a deydigan bir fi'l bor. Davomlashtirishni ifodalaydigan. Bu eng az ishlatiladigan, eng nodir ishlatiladigan fi'l. Ta degan harf bu qasamga eng az kelamdi. Xuddi shu tallahi deb kelgandan keyin buningga taftau degan ataladi. Ya'ni o'shaning mas tallahi degan eng az ishlatiladigan, nodir uchraydigan qasam harfiga taftau degan nodir uchraydigan istimrar fi'lini keltirdi. Ma zala keltirdi, ma bariha keltirdi. Shuningmi? Tallahi taftau tadhkur Yusuf. Aşağıdaki Yusuf Aleyhisselam Allah Teala şu Yusuf Aleyhisselam'daki qarindoshlari Yaqub Aleyhisselamni hala Yusufni aslovatan sen deb degan vaqtdagi qavlini hikoya qilib tallahi taftau tadhkur Yusuf degan mushakka kelgan. Bu shunda batuldi itilaful lafzi ma'al lafz. Lamma ata bit ta'i allati hiya aghrab huruf al-qasam. Yani Allah Teala qasam harflarining eng yat bo'lgan, eng g'arib bo'lgan ta'rifini keltirgandan keyin keltirdi bit taftau allati hiya aghrab af'al al-istimrar. Yani istimrar fiillerinin en yat bo'lgan, en g'arib bo'lgan taftau deganni keltirdi. Mana bu shundan bilan bizniki bugungi muhassanat lafziya degan darsimiz tugadi va oxirida va alhamdulillah.